Katarakta operatsiyasidan nega qo'rqishadi? Sababi ularning yaqinlari, qarindoshlari, qo'shnilari, tanishlari katarakta operatsiyasidan yaxshi natija ola olmagan va ba'zi hollarda ko'r bo'lib qolgan bo'ladi. Shu sababdan ular keraksiz va holatni yomonlashtiradigan mashininglar reklama qilayotgan dorilar, siroplar, ko'z tomchilariga ketib qoladi. Bu faqat holatni yomonlashtiradi. Sababi kataraktaga hech qanday dori ta'sir qilmaydi. Unda kataraktaning yaxshi chiqishi nimaga bog'liq? Birinchi navbatda ishonchli va eng zamonaviy оборудованиеga, xirurgga bog'liq bo'ladi. Hozirda fakoemulsifikatsiya, ya'ni ultra tovush yordamida kichkina 2 mm va 208 mm orqali kirib, gavharni tozalab, aynan shu yana kichik teshik orqali gavhar qo'yib chiqiladi. Lekin ba'zi holda eski usulda ham qilinyapti. Shuning uchun qaysi usulda bo'layotganingizni so'rab qo'ying. Bu muhim. Ikkinchi navbatda gavharni o'lchami va turiga bog'liq. Gavharni o'lchami har bir bemorda o'ziga xos hisoblanadi va uni to'g'ri aniqlash kerak. Bemorning yoshi va uni ko'zidagi holatga qarab to'g'ri gavhar turini tanlash kerak. Keyingi holatda gavharning orqasidagi ko'z qismlari, ya'ni ko'zni ichidagi suyuqlik, gelsimon suyuqlik, shishasimon tanani tiniqligi, unda qon quyilishlar, loyqalanish, destruksiyalarning bo'lmasligi muhim. Va yana bir eng muhim jihatdan to'r pardadagi hujayralarning holati, ularni distrofiya, atrofiyaga uchramaganligi, u yerdagi shishlarning bo'lmasligi, qon tomirlarida, nervlarning holati eng muhim hisoblanadi. Sizda katarakta operatsiyasidagi qo'rquvlar, savollar bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga telefon qiling, manzillarimizni qoldiraman, keling, tekshiruvlarni qilamiz va kataraktani birga bartaraf etamiz.